kanalimizni aziz obunachilari, aziz hamshaharlar, uzoq tanaffusdan so'ng mana yana sizlar bilan birgamiz. Mana uzoq tanaffus qildik. Bu tanaffus qilishimizga sabab yangi g'oyalar, yangi fikrlar, yangi tadqiqotlar o'tkazdik. Bu tadqiqotlar o'zini natijasini bergandan so'ng albatta sizni salomatligingizni tiklash uchun kerak bo'ladigan muhim videolarni qilishga qaror qildim. Endi mana ro'za Ramazon oyi, ko'pchilik salomatligini tiklash uchun ushbu ro'za amallarini bajarishyapti. Kimdir gunohlardan forig' bo'lish uchun bu o'sha ro'za tutishni juda ham organizm uchun foydalari katta. Ro'za tutish mobaynida biz nafsimizni tegishni o'rganamiz. Bundan tashqari organizmni tozalaymiz. Hazm jarayonimiz yaxshilanadi. Oshqozonda salyanik kislota ishlab chiqarish funksiyasi normaga qaytadi. O't qopimizda safro ishlab chiqarish normaga qaytadi. Xolesterinlarimiz joyiga keladi. Qondagi qand miqdori me'yoriga keladi. Qon bosimi me'yoriga keladi. Demak, bir vaqt o'zida ro'za tutish orqali ko'pgina organizmimizdagi salomatlik bilan bog'liq muammolarni yechib olishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda albatta bizni ushbu davrda foydali yog' kislotalaridan foydalanishimiz kerak. Endi yog'larni organizmga qanaqa xususiyati bor? Bugun faqat yog'lar haqida gapiramiz. To'yingan yog'lar haqida gapiramiz. To'yinmagan yog'lar haqida emas. O'sha to'yingan yog'lar organizm uchun juda ham foydali. To'yingan yog'lar albatta tarkibida minerallarga boy bo'ladi. Tarkibida yog' kislotalariga boy bo'ladi. Tarkibi yallig'lanishga qarshi xususiyatga ega bo'lgan muhim o'sha komponentlarga boy bo'ladi. Parazitlarga qarshi xususiyatga ega bo'ladi. Endi buni yog' ko'rinishida iste'mol qilganda, endi yog'lar metabolik jarayonlarda ishtirok etadi. Yog'lar safro ishlab chiqarishda, organizmda ortiqcha xolesterinni tozalashda, ayniqsa to'yingan yog'lar, aterosklerotik blyashkalarni tozalashda, qondagi qand miqdorini pasaytirishda, parazitlarni organizmdan chiqarishda, yallig'lanish ko'rsatkichlarini kamaytirishda, hazm jarayonlarini yaxshilashda juda ham qo'l keladigan mahsulotlar sirasiga kiradi. Bundan tashqari tayanch a'zolar ko'pgina hozir yosh keksalarda emas, yoshlarda ham urf bo'lib qoldi. Tayanch a'zolari kasalliklari. Bu kasalliklar bilan og'ruvchilar juda ham ko'p. Kimdadir suyak yemirilishini kuzatishimiz mumkin. Kimdadir bo'g'imlarida o'sha kalsiy yetishmovchiligi sababli qirsillash, shilq qavatda o'sha sinoval suyuqlikni tez fursatlarda yo'qotilishi. Bunaqa holatlar juda ham ko'p. Og'riqli holatlar bilan kechadi. Ayniqsa o'sha autoimmun kasalliklar, o'sha tayanch a'zolarning autoimmun kasalliklarini ko'rishimiz mumkin. Artrit yoki bo'lmasa artroz, revmatoidni artrit va hokazo va hokazo. Endi yog'lar har qanaqa jarayonda hech qanaqa qarshi ko'rsatmalarsiz foydalanishga tavsiya etiladi. Ayrim mahsulotlarni qarshi ko'rsatmasi bo'ladi, lekin yog'larni qarshi ko'rsatmasi bo'lmaydi. Yog'lar har qanaqa holatda qo'llanish mumkin. Xoh autoimmunniy holat bo'lsin, xoh xronический holat bo'lsin, xoh qanaqadir tizimli o'sha sistematik buzilishlar bo'lsin, har qanaqa holatlarda yog'larni foydalanish mumkin. Endi yog'lar har xil mahsulotlardan olinganiga qarab, xususiyati har xil bo'ladi. Chunki har bitta yog'da o'sha to'yingan yog'da tarkibi o'sha mahsulotlardan olinganligi sababli o'sha endi mahsulotlar deganda ham o'simliklardan, ko'pincha o'simliklardan olingan yog'lar to'yingan yog'lar hisoblanadi. Hayvon yog'lari to'yinmagan yog'lar sirasiga kiradi. Shuning uchun o'simliklar tarkibida bilasiz, ko'pgina minerallar saqlaydi, vitaminlar saqlaydi,
yoki bo'lmasam o'zida yog' kislotalari saqlaydi. Bu o'sha yog' kislotalari, vitamin, minerallar albatta o'sha yog' tarkibiga o'tadi. Bu yuqori siquv, ya'ni sog'uv siquv orqali o'sha siqib olingandan so'ng organizmga yetarli darajada foydasini beradi. Kimnidir videosida aytishdi, shuni kimdir qaysidir tabibmi yoki shifokormi aytgan ekan, ximический yo'l, to'g'ri, ximический yo'l bilan ajratib olingan yog'larni xususiyati past bo'lishi mumkin, lekin sovuq siqish yo'lini har xil yo'li bor. O'sha sovuq, o'sha yog'ni ajratib olish, o'sha ajratib olishga qarab uni xususiyati namoyon bo'ladi. Endi narxiga ham e'tibor berish kerak. Yog'ni qancha arzon bo'lsa, to'g'ri, ximический sposoblar bilan uni ajratib olgan deb hisoblashimiz mumkin. Endi buni albatta o'sha o'simlik yog'lari xohlaymizmi yo'qmi, to'yintiriladi. Ma'lum bir muddatda to'yintiriladi. Endi mana bilasiz, oldimda bir qancha yog'lar bor, mana tekvinli narsalar juda ham xolesistitda, bundan tashqari organizmdagi parazitlarni haydashda, ya'ni gemoroyda, prostatitda juda ham, kim ozmoqchi bo'lsa ozish uchun ham juda ham zo'r. Sinkga boy bo'lgan mahsulot, juda ham sink saqlaydi. Bu sink bilasiz, immunitetni faollashtiruvchi ajoyib minerallardan bittasi sanaladi. Ayniqsa erkaklar salomatligi uchun juda ham foydali. O'sha prostata bezini faolligini ta'minlab beradi. Erkaklik quvvatini yoki bo'lmasam boshqa shunga o'xshash holatlarda, gemoroy holatlarida, ya'ni bavosir deymiz, juda ham qo'l keladigan mahsulotlar sirasiga kiradi. Bu yog'ni qabul qilish orqali ushbu muammolarni organizmimizda o'sha yuqorida sanab o'tilgan muammolarni bartaraf qilish hamda uni kelib chiqishini oldini olish uchun ushbu yog'dan foydalanish maqsadga muvofiq sanaladi. Bundan tashqari qora sidana yog'i har qanaqa autoimmunitetda susayishi bilan bog'liq bo'lgan har qanaqa jarayonda bu shanas o'sha firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan natural ko'rinishdagi qora sidana yog'i achqimtil ta'mga ega, xususiyati ham yaxshi. Autoimmun proseslarni bartaraf qilishga juda ham zo'r qo'l keladigan mahsulotlardan bittasi sanaladi. Yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradi. Teri kasalliklarida, terini o'sha autoimmun kasalliklarida, ekzema bormi, psoriaz bormi yoki atopik dermatit bormi yoki allergik holatlar bo'ladimi, qanaqa jarayon bo'lsa, o'sha holatda o'sha teri bilan bog'liq muammolarni yechimini yechishga yordam beradi. Chunki autoimmun proseslarni organizmda bloklaydigan hamda organizmda yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradigan ajoyib yog'lardan bittasi sanaladi. Revmatoidniy artritda juda ham zo'r, bo'g'im kasalliklarida, bundan tashqari organizmda o'sha aterosklerotik blyashka deymiz, o'sha ayniqsa qand kasalligi bilan kasallanuvchilarda bunaqa blyashkalar ko'p bo'ladi. O'sha tromblarning yig'ilishi, bularni organizmdan eritib chiqarishga yordam beradi qon tomirlari orqali. O'sha blyashkalarni qon tomirlarda shakllanishini bartaraf qilib beradi. Hech qanaqa o'sha keyinchalik turli xil salbiy holatlar bo'lmaydi. Buyrak faoliyati uchun ham zo'r, oshqozon ichak trakti faoliyati uchun ham zo'r bu, prostata faoliyati uchun ham zo'r, ko'z faoliyati uchun ham zo'r, hamma bo'g'imlar uchun ham barcha jarayonlarda ushbu mahsulotdan foydalanish immunitetimiz uchun ham juda ham zo'r. Juda ham maqsadga muvofiq sanaladi. Bundan tashqari antibiotik terapiyada ham qabul qilsak, bu ichak mikroflorasini tiklashga yordam beradi. Ichak mikroflorasini rag'batlantirishda, unga o'sha foydali bakteriyalar uchun maxsus sharoitlar yaratib berishda, ichakda muhit yaratib berishga yordam beradi. Patogen bakteriyalarni rivojlanishini oldini oladi. Zamburug'larga qarshi, viruslarga qarshi xususiyati bilan ajralib turadi. Keyingi masalamiz kunjutniy masla. Kunjutniy masla tarkibida kalsiy saqlovchi, eng yuqori kalsiy saqlovchi yog'lar sirasiga kiradi. Ya'ni kalsiyga boy bo'lgan yog'lardan bittasi sanaladi. Undan tashqari tarkibidagi omega 3
organizmdagi yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradi. Sog'lom ozishga yordam beradi. Ayniqsa qand kasalligi bilan kasallanganlar, ya'ni o'sha saharli diabet deymiz, qandli diabet bilan kasallanganlarda qondagi qand miqdorini minimal darajada, o'rtacha daraja deylik, minimal daraja ham kasallik hisoblanadi. O'rtacha darajaga tushirib beradi. Ya'ni o'sha bizda sog'lom darajadagi, sog'lom ko'rsatkichdagi o'sha qandimiz bo'lishi uchun albatta bu mahsulot bo'lishi kerak. O'sha organizmda tromblarni eritib, o'sha qon tomirlarning elastikligini yaxshilab beradi. O'sha bundan tashqari kalsiyga boyligi sababli yurak ishi uchun, yurak qon tomir sistemasi uchun bilasiz, kalsiyni mushaklarga juda ham foydasi katta. Yurak mushaklari uchun yoki bo'lmasam boshqa o'sha organizmdagi mushaklar uchun ushbu yog'ni foydasi juda ham katta. O'sha jarayonni, uni ishini, mushaklar ishini faollashtirib beradi. Suyaklarimizni to'yintirib beradi kalsiyga. Turli xil o'sha suyak yemirishi bilan bog'liq muammolar bo'lmaydi agar siz ushbu yog'ni iste'mol qilib tursangiz kuniga. Endi iste'mol qilish tartibini oxirida aytib o'tamiz. Bu ham xuddi shunday A, B, E, undan tashqari fosfolipidlarga boy, omega 9, omega 3 saqlaydi. Ya'ni o'sha to'yingan yog'lar sirasiga kiradi. Juda ham oshqozon-ichak trakti uchun foydali, hazm qilish jarayonlarida faol ishtirok etadi. Yuqorida aytib o'tdik, ozishga ham yordam beradi. Agar kim sog'lom ozmoqchi bo'lsa, albatta ushbu yo'llardan qabul qilish maqsadga muvofiq sanaladi. Keyingi yog'imiz kanoplin demaslar. O'sha tarkibida xlorofil saqlaydi, o'zi zamburug'larga qarshi xususiyati bilan ajralib turadi. Ya'ni protiogripkovoy xususiyati mavjud. Bundan tashqari ya'ni hazm qilishda juda ham foydali hisoblanadi. Hazm jarayonlarini me'yoriga keltirib beradi. O'sha o't qopidan safro ajralishiga yordam beradi. Undan tashqari oshqozon osti bezidan fermentlar ajralishini rag'batlantiradi. Undan tashqari o'sha zamburug'larga qarshi, viruslarga qarshi xususiyati mavjud. Turli xil teri kasalliklarida aytdik, qora sidana yog'i bilan birga qo'llanilganda butunlay o'sha jarayonni to'xtatishga yordam beradi. Yallig'lanish jarayoni, terni yallig'lanish jarayonlarini to'xtatishga yordam beradi. Mahalliy qo'llasa ham bo'ladi. Teriga mahalliy o'sha qo'llash, ham ichga, ham mahalliy qo'llash orqali o'sha teri kasalliklarini bartaraf qilishga. Undan tashqari disbakterioz holatlarini bartaraf qilishda tarkibida aytdik, xlorofil saqlaydi. Xlorofil o'sha undan tashqari organizmni kislorod bilan ham to'yintirib beradigan mahsulot. Magniyga boy, turli xil stressli situatsiyalarda juda ham qo'l keladigan mahsulotlar sirasiga kiradi. Oshqozon-ichak trakti kasalliklarida ham juda ham qo'l keladi. Keyingi yog'imiz zig'ir yog'i, maslaliniyaning hammasi ko'rib turibsiz, barchasi shishali idishda, stiklanli deymiz, shishali idishdagi mahsulotlar. Chunki tarkibida yog' kislotalari saqlaganligi sababli bu o'sha yog' kislotalari bilasiz qanaqadir konserviy, burishtiruvchi effekt berganligi sababli bunaqa yog'larni albatta shishali idishda sotib olish maqsadga muvofiq sanaladi. Xususiyati, ya'ni o'sha bu plastikda xususiyatini o'ziga singdirib oladi-da, u kislotalar bo'lgandan keyin. Keyin plastikda hidi kelib turishi mumkin. Shuning uchun shisha idishdagisida unaqa hid kelmaydi. Shuning uchun plastik idishdagisida qanaqadir ximik yo'l bilan o'sha kimdir o'sha video qilgan, o'sha plastik idishdagilar ximik yo'l bilan olinishi mumkin. Chunki unda yog' kislotalari mavjud emas, kam bo'ladi. Bo'lmasligi ham mumkin. Chunki to'yintirilgan bo'lmasligi mumkin. Ximik sposob bilan olingandan keyin undagi barcha xususiyatlar namoyon bo'lmasligi mumkin. Shu namoyon bo'lmaganligi sababli uni plastmassa idishga solgandan keyin plastmassani hidi kelmaydi. Demak, plastmassani hidi kelmayaptimi? Unda yog' kislotalari mavjud emas.
burishtiruvchi yoki achishtiruvchi yoki tomoqni qirib o'tmaydi yoki bir yog' ichganingizda o'ziga yarasha tanziruvchi effekti bo'lishi kerak. Bu endi keyingisi zig'ir yog'i. Omega 3 ga boy bo'lgan yog'lardan bittasi sanaladi. Organizmda omega 3 ni bilasiz, miya faoliyati uchun juda ham zo'r omega 3, yurak faoliyati uchun, yurak qon tomir faoliyati uchun, undan tashqari organizmda yallig'lanish jarayonlarini kamaytirish uchun, sog'lom ozish uchun, ichak peristaltikasini normasida ushlab turish uchun, oshqozon ichak trakti bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilishda o'sha zig'ir yog'iga teng keladigani yo'q. Bu ham o'sha tarkibida omega 3 yog' kislotalari saqlaydi va bizda metabolik jarayonlarni bartaraf qilishda, o'sha metabolizmni normaga keltirishda, ortiqcha xolesterinni organizmdan, ya'ni kerak emas xolesterin, foydasiz xolesterinni chiqarishga yordam beradi. Sog'lom ozishga yordam beradi. Hazm jarayonlarini yaxshilab beradi. Organizmda butun shu yallig'lanish bilan bog'liq muammolarni, stress bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilishga yordam beradi. Mana bu vitamin D3 ham o'sha xuddi mana shunaqa yog'lardan ajratib olingan. Bu ham yog' kislotasi, omega 3 ham yog' kislotasi. Bu ham omega 3 ga boy mahsulotlardan bittasi. Bu o'sha baliqdan olingan bo'lsa, bu esa albatta zig'irdan olingan. Bu ustritsadan olingan. O'sha ustritsa vitamin D3 ga boy bo'lgan dengiz mahsulotlaridan bittasi sanaladi. Uni ham o'sha tarkibidan yog'ini ajratib olishgan va kapsulada joylashgan. Endi sizlarga bugungi beradigan maslahatimiz shu. Mana maslahat sizlarga foydali maslahat berdik. Barcha har qanaqa jarayonda ham, har qanaqa kasallikda ham bunda bu yog'lar uchun qarshi ko'rsatma yo'q. Endi ichish tartibi. Ichish tartibi 1 choy qoshiqdan 1 osh qoshiqgacha. Organizmni qabul qilishga qarab qabul qilish. Kimgadir 1 choy qoshiq to'g'ri kelsa, kimgadir 1 osh qoshiq to'g'ri keladi. Siz sekin-asta o'sha dozani ko'paytirib borishingiz mumkin. Faqat kunlik doza o'sha 1 choy qoshiq yo 1 osh qoshiq och qoringa ovqatdan yarim soat oldin qabul qilgan ma'qulroq. O'sha yog' kislotalarni organizmda yaxshi so'rilishi uchun. Kuniga bir mahal qabul qilsangiz ham bo'ladi, 2 mahal qabul qilsangiz ham bo'ladi. Bu o'sha sizda hazm jarayonlaringizda qanaqa tartibda shakllanganiga bog'liq. Qanaqa tuzilishiga bog'liq. Qanaqa hozirgi qanaqa yoshda bo'lishidan qat'iy nazar bu yog' kislotalarini qabul qilish mumkin. Agar buni mahsulot qabul qila oladigan darajada bo'lsa, kam miqdordan boshlab toki yuqorida aytib o'tgan dozalargacha qabul qilish mumkin. Sizlarga bermoqchi bo'lgan maslahatimiz bugunga shu. Kimda o'sha savollar bo'lsa, o'sha videolarda o'sha mavzular bo'yicha albatta kommentariyalarda yozib qoldirsangiz, imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Sizlarga keyingi efirlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Keyingi efirlarda yana ham sizlarga qiziqroq bo'lgan ma'lumotlarni olib chiqishga, ulashishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang.